Bir qazan 2 xil tamoq atkil bo'ldigan ma'qul usulni bir sinab beqing, ta'm tilingiz dilam qoldi. Qarab ishtayinglar ichilib ketdi deyman. Qanamsa buni qanday qatdimki birlikda o'rganaylik. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha 400 gram unga 240 gram suv, 4 gram ko'ptirgich, 5 gram shakar silib, videoda ko'rsatgan bo'yicha xamir qilib olamiz. Tuzni azroq solamiz. Diqqat qildigan ishlar xamirga yaxshi ishlab, o'zidan biroz yo'g'ongacha saqlaymiz. Bu jarayonda biz ketarlik saylan tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatilgandek oziqlik qiymati intayin yuqori bo'lgan saylan tayyorlaymiz. Xamirni yerim bo'ldirib olgandan keyin videoda ko'rsatgan bo'yicha nepizlatib echib, uyda kuydirib tayyorlab olgan quyruq may yoki seriq mayni surib, videoda ko'rsatgan bo'yicha kesib tayyorlab olamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 60 xil darisini 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. 60 xil darisimizni tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Endi xamirimizning ustini yepib, o'zidan yana biroz yo'g'ongacha saqlaymiz. Bu jarayonda biz saylarimizni to'g'rab tayyorlab olamiz. Mana ko'rib turganinglardek saylarimizni chiroyli to'g'rab tayyorlab olgandan keyin qozonga azroq may qo'yib, 2 qo'sh atrofida shakar silib etamiz. Shakar videoda ko'rsatgandek erib, mushunaq ko'pikcha holat yetganda, kolgushni silib 1-2 qo'rsak videoda ko'rsatgandek shunchalik chiroyli qizirdi. Undan keyin yarim qo'shq atrofida tuz silib qo'raymiz. Undan keyin piyoz bilan zanjibilni silib, yana 1-2 qo'rib atgandan keyin pomidorni solamiz. Pomidorning shirini chiqich qo'raymiz. Undan keyin cho'ng ustamning dapanji tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor dapanji tetitqisini qordaqlarga ishlatsanlarmi, bularni ta'mdek payz chiqdi. Hozir cho'ng ustamdan katta faoliyat qilyotdi. Har qanday tetitqilardan ilib eg'izni assangizlar oltin uzuk va mashina mukofot chiqish ehtimolligi bor. Onundaki videoda ko'rsatgan bo'yicha muvofiq miqdorda suv qo'yib, kava bilan qo'noqni silib 15 minut atrofida dumlab pishiramiz. Onundan keyin dujar bilan yangyoni solamiz. O'zinglar bilsanglar yangyo 15 minut bilan pishib ketadi. Onundan keyin xojarni ustiga chiroyli tizib olamiz. Onundan keyin yana 15 minut yoki 20 minut atrofida dumlasaklan pishib ketadi. Xojarga sayning suylari singib, intayin yeyishni ko'p ketadi. Mana birli qozondan pishib chiqadigan say bilan xojarmi tayyor bo'ldi. Xojarni taxsiga evagandan keyin buning tuz ta'mini tetib olamiz. Onundan keyin qizil loz, ko'k loz yoki bo'lmasa yo'basay samsaqlardan silib, 1-2lashtirib bilan taxsiga olsak bo'ldi. Kolgush qo'rdiqini bir xil usulda etib, ma'qul usul bo'yicha bir sinab beqing. Ta'm tilingiz dilam qoldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamni siz metib sinab beqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.